Jem yog'ini sifatiga ishonmaganlar uchun maxsus mana qaranglar. 151 mingda Cobalt mashinasiga quyilyapti. 161 ming kilometrda almashtirish kerak deb yozilyapti. Hop, jem germanskiy, xullas. Mana bu yerda lekin speedometrimiz 176 mingni ko'rsatyapti. Hozir mana 25 ming yurib yoribdi. Bu kilometrda ichida 3 marta almashtirish kerak bo'lgan, lekin xayolidan ko'tarilib qolgan. Hozir sizlarga yog'ni sifatini ko'rsataman. Mana akalar. Lekin qoraygan 25 mingdan aniq qorayish-yu, lekin rosa ham yomon bo'lib ketmaganman. Bu xolasa yana bunga qaytarib jem Lexus bir yoqlardan quyib beramiz. Xullas 25 mingdan mana motoriga hech bola bo'lmaganmi? 8 ming 10 ming kilometr xudo xolasa zo'r yuradi deganda ham olib kelaverasizlar. Har doim o'zimizda topiladi.